Bir parça yerde aka uka ajraldi, bir hovli ichida begona bo'lib qolishdi. Bir dasturxonda kulgan kunlar qayerda, endi salomlar ham sovuq bo'lib qolishdi. Ota turibdi eshikda, ko'zlar yo'lda, onaning duosi qolib ketdi havoda. Farzandlar ketdi boylik ortidan quvib, mehrlar sotildi arzimas savdoda. Ey birodar, esingdami bolalik damlar, bir nonni bo'lishgan pokiza kunlar. Bugun nima bo'ldi yuraklarimizga? Bir parcha yer uchun bo'ldik begona. Qayting endi, hali kech emas. Ota ona duosi ko'tar osmonlarga. Boylik emas, mehr qoladi oxir. Bir-birimizdan ayrilmaylik yana. Aka ukadan yuz o'girib ketmoqda, qo'shni bo'lsa ham holidan so'ramayapti. Telefon bor, ammo mehr yo'q ichida. Onaning ovozi ham eshitilmayapti. Bir kun keladi, kech bo'ladi hammasi. Ko'z yoshlar foyda bermaydi keyin. Qabr boshida aka deb yig'lasang ham, orqaga qaytmaydi o'tgan bir zum. Bu dunyo sinov, bu dunyo o'tkinchi. Bugun bor inson, ertaga yo'q. Mehrni yo'qotma birodar, esingda tut. Qarindoshlik rishtasi eng katta boylik. Ey birodar, qaytgin bag'rimizga. Onaning ko'zi yo'lda hali, otaning yuragi sindirma yana. Bir duosi yetar senga hali. Bir parcha yer qoladi ortda, ammo mehr abadiy qoladi. Qo'l uzatgin bugun, kech bo'lmasidan qarindosh. Bu Alloh bergan ne'matdir.